Raqib Rahmonberdi va Salohiddin sheriklari bir-birlariga qarshi. Poseidonlar va Olovli Gefest bir-biriga qarshi bugun bahs olib borishadi. Jonli efirda kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Ikki jamoaning xodimlari, muxlislari kuzatib. Zarba bilan boshlamoqda. O'yin boshlandi. Hakamning hushtaga chalindi. Bugungi o'yin ochkolar hisobi bo'yicha ham ikki jamoaga juda muhim ahamiyat kasb etadi. Anonsda ham aytib o'tgan edik. Salohiddin va Rahmonberdi sheriklariga 3 ochko suv va havodek zarur. Endi esa UBS tarkibiga o'tamiz. Zarba ko'rdik hozir Dilyor Qosimov. Kechagi finalni taftini beradigan o'yin namoyish etmoqda bugun ikki jamoa ham. To'xtamiz. Xavfli Qurbonov o'z to'p bilan oldinga bormoqda. Fazliddin. Zarba Fazliddindan. Ibragimov yana o'ng qanotdan qaytib oldi hozir Rahimov oxirgi 1 daqiqa ichida himoyada ham o'tib ketmoqda. To'p Mamadaliyev zarba gol! Mamadaliyev! Muhammad Yusuf Mamadaliyev ekranlaringizda hisobni ochmoqda Mayskul. Rahimov o'z to'p bilan ichkariga borish mumkin. To'pni biroz to'g'rilab borish xatolik yo'l qo'ydi. O'zgacha uslubda Rahimov zarba xavfli. Salohiddin zarba gol. Salohiddindan qanday gol? Kechagi o'yindagi duening golini eslatmoqda. Salohiddinning goli va UBS o'yinchilariga tekkan holda Salimov hisoblanadi va Mamadaliyev bilan birga. O'tdi pas Rahimovga, zarba Rahimov. Rahimovdan xavfli hozir 9lik tomon. Mamadaliyevni to'p bilan ta'minladi, oldingi Ibragimov vaziyatni tozalamoqda. Olib berdi to'pni Abdurahimovga, degan xato. Abdusalimovdan to'g'ri zarba, Abdusalimov! Diyor gol urmoqda bu vaziyatda o'zining navbatdagi golini yozib qo'ymoqda. Statistikada hisob yiriklashmoqda bizda Mayskul foydasiga. Yo'q, qancha hujum endi UBSda ko'rishimiz mumkin. O'z o'rtoqda oldinga yaxshi chiqib keldi Mamadaliyev. Hozir burchakka qadab qo'yishi mumkin bo'lardi. To'pni chap oyog'i xavfli deb boya ta'kidlagan edik Azimbekni. 7-raqamdagi ushbu o'yinchini himoyachilar himoya qilishlari kerak bo'ladi. Darvozabon Superchef qanday tayyor? Qanday gol Salohiddindan! Salohiddindan eksklyuziv nishonlashni kuzatib qo'yasiz. Mana Salohiddin G'anixonov 4-golni urmoqda jamoaning. Agar gollar urishda realizatsiyada to'g'rilash kiritmasa, UBS hisob yiriklashga ketishi mumkin. Yaxshi ko'rgan edi sherigini. Ehtiyot bo'lish kerak. Darvozabon qiladi sarosima. Sheriklari hozir adashib qolishdi, lekin turib olmoqda himoyachi o'zini qaytib. Zarba qanday gol? Qanday gol? Qanday yo'lladi? Salohiddinning zarbasi o'qdek uchmoqda chap oyoqda. Salohiddin bizga Ariyenning zarbalarini eslatmoqda. E'tibor berdingizmi? 5-0. Ham Abdusalimov uzun pas yana to'xtatdi Salohiddin, xavfli tepdi hozir. Birinchi gol muallif hozir to'p bilan chap oyog'ida Dilyorga qanday kechib berdi vaziyatda pasni hozir Qosimov. Yevropa bahslarida ham kuzatgansiz. Abdusalimov markazdan joy olgan, demak chap va markaz pozitsiyasini egallamoqda. Oldirildi Ibragimov o'ziga yetkazmoqda, sheriga zarba. Rahimov javob bermoqda. Mana gol Rahimovdan. Uning berayotgan zarbalari bugungi o'yinda golga loyiq. Abdurahimov maydonga qaytdi. Rahimov o'rniga himoyaviy tomonlama ham zaxira bilan ishlashmoqda. Qosimov o'z to'p bilan ko'ngil ustida ochilib ketmoqda. Qosimovning o'yini qaytmoqda to'p. Xavfli yo'llangan edi hozir xuddi o'qdek. Abdurahimov yaxshi to'g'anoq bo'ldi. O'zida chap oyog'ida ehtiyot bo'lish kerak. Yana Ibragimov tozalaydi. Nima qiladi Ibragimov? Pas yo'lladi. Qurbonov zarba! Qurbonov Fazliddin. 6-raqamdagi sherigi ham unga yordamga bormoqda. Birinchi taymda esa yaxshi aldadi hozir Qosimov. Chiqib borgan vaziyatga. Oldirilmoqda hozir Abdusalimov o'zi oldinga boradi. O'ng oyog'ida xavfli zarba bor unda. Xavfli yo'ladi, xavfli zarbaga xavfli seyf bilan javob bermoqda UBS darvozaboni. Ali Abdurahimov ham maydonga qaytgan, himoyaning markazi hisoblanadi va taktik o'zgarishlarda o'qizdi hozir Behruz. Hamidullayevning o'qizganiga e'tibor berdingizmi? Uning xavfli yo'naltirilgan o'qi. Yana Abdusalimov tez qo'ymoqda darvozani hozir. Qanday? Kalma jestini qilmoqda hozir Diyor Abdusalimov. Ikkinchi golini urmoqda bu o'yindagi Diyordan dubl. Qaytarildi. Jalilov sherigi bilan hozir UBS oldinda pressing o'tkazdi Salohiddin. Sherigi bor, Behruz Hamidullayev qayt Salohiddinga o'ng oyog'ida kechagi o'yindagi Bredli Barkolaning zarbasini eslatmoqda bizga Salohiddinning xavfli bergan o'qi. Fazliddin o'zi aylanib oladimi yoki sherigiga? Qoldi. O'zi qoldi hozir Abdusalimov to'p bilan Diyorga pas. Hamidullayev Behruz. Emas UBS hujumchilariga
Ibragimov darhol o'zi o'tkir burchak bo'lsa ham o'tmoqda. Rahimovga to'p otdi. Yo'llagan darvoza tomon burchak yana temp kuchaymoqda UBS o'yinchilari tomonidan. Narigi tomondan gol bo'lmoqda UBS bo'lardi. Mana u o'z natijasini bermoqda vaziyatda. Yurtda zarba o'ylagan edi. O'ng tomonga darvozabonga qiyin holatda Qurbon. Abdurahimov olib chiqdi. Hamidullayevga yo'naltirilgan to'p edi bu. Abdusalimov fizik imkoniyatlari juda chaqqon, chunki 5 daqiqa maydonda dam olgandi. Abdusalimov! Hat-trick! 3-golini urmoqda Diyor. Bor qarshisida Abdurahimov xato. Hamidullayev harakat bor. Hakamda Mayskinning 10-goli bilan ketmoqda. Jamoalar o'yinida qanday mo'jizaviy urinishlarni kuzatdik Mayskindan. UBS gap yo'q, vallahi zo'r o'ynadi. Zo'r gap yo'q. Coach. To'g'ri, va kesam yaxshi bo'ladi. Kam.